Assalomu alaykum hurmatli agronom dehqonlarimiz. Bugun sizlar bilan oqpashshaga qarshi bir nechta samarali vositalar haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, dozorlarda va boshqa yana kamchiliklarimiz bo'lsa agar to'g'rilab ketasiz degan umidda biz boshladik. Xo'p, birinchi variantimiz bu oqpashsha tushidan oldin qilinadi. Sariq lenta skotch stoykalar orasiga tortilib chiqiladi hamda feromonli domeklar qo'ysak bo'ladi. Bular faqat uchib yurgan katta oqpashshalar uchun lichingasiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Keyingi variantimiz padan hamda vertimik hisoblanadi. Ikkovini ham o'ngdan qilsak bo'ladi. Xo'p, uchinchi variantimiz Supremo, Carmel Plus hamda mixcha. Bular hammasi o'ngdan qilinadi 10 litr suvga. Supremo bilan Carmel qo'shilganda bu oqpashshani tuxumlari lichinkasigacha ta'sir qiladi. Mixcha esa tut absolyutiga, ko'qutga qarshi. Bularga hammasiga kley qo'shsak yaxshi bo'ladi. Kokovet bor, silvet, servet farqi yo'q. Xo'p, keyingi variantimiz Mostar, Abamec, servet. Mostar bilamiz, bu mosplarga o'xshab ketadi. Abamec ham xohlasangiz Avalon, Abamec Team bor, vertimik bor. O'shani xohlaganimiz qo'shsak bo'ladi. Mostar 15 gram 10 litr suvga, Abamec 8-10 gram, servet 2 gram. Xo'p, keyingi bu arzonroq variant chiqadi bunisi. Mosplan hamda Superfos 10 litr suvga 20 gramdan qilsak bo'ladi. Oqpashshaga samarali vosita hisoblanadi. Xo'p, yana bitta variant qolib ketdi. Xo'sh. Imiprit plus xo'sh, padan plus alchunkil. Bu ham juda zo'r yechim hisoblanadi. Xo'sh, bular 10 litr suvga 7 gram imiprit, xo'sh 3 gram padan plus qilamiz 8 gram olchinkil bo'ladi. Bular ham oqpashshani o'sha lichinkasigacha ta'sir qiluvchi vositalar hisoblanadi. Keyin yana bitta zo'r variantimiz esdan chiqib qolibdi. Xo'sh, Admiral. Buni ko'pchilik bilishi mumkin. Xo'sh, Admiralni 10 litr suvga 5 gram sepamiz. O'sha oqpashshani lichinkasigacha yo'qotib beradi. Bu ham Admiral bilan Supremoni qo'shsak juda zo'r bo'ladi. Carmel o'rniga Supremo bilan Admiral chotki bomba. Bular hozir Admiralni o'zini ham ko'rsataman sizlarga. Xo'sh, Admiral mana. Turkiyada ishlab chiqarilgan. Yaxshi yechim. Nasib bo'lsa. Xo'sh. Shunday qilib, oqpashshaga qarshi o'zimiz bilgan vositalar haqida sizlarga ma'lumot berib o'tdik. Yana dehqonlarimiz boshqa biladigan yechimlarimiz bo'lsa agar kommentariyada biz bilan ulashing. Yaxshi foydali bo'ladi inshaalloh hammamiz uchun.